19 yo'nalish avtobusi o'tib turibdi. Avtobus necha holatda o'tadi? Hozir bir ko'rib chiqasizlar. O'tmaydi, bu yerda suzadi avtomobillar. Har kun azonda maktabga, o'qishga boradigan vaqtda, uydan chiqatirgan vaqtda, ostonadan chiqatirgan vaqtda yaxshi kayfiyatda chiqadi va ko'chaga kirgan vaqtda уже kayfiyat nol holatga tushadi. Yoshligimizda immunimati o'yin bor, lekin bu yerda borku, nishab yursangiz ham baribir yomonlarga tushasiz. Biz ko'plab murojaatlarni yana bir marta o'rgangan holda 19 yo'nalishini oxirgi, ya'ni Rossiya-Interni oxirgi deb aytiladi xalq tilida. Hozir ham ko'rib 19 yo'nalish avtobusi o'tib turibdi. Avtobus necha holatda o'tadi? Hozir bir ko'rib chiqasizlar. Juda ham oddiy va sodda tarzda aytib o'taman. O'tmaydi, bu yerda suzadi avtomobillar. E'tibor beringlar, ishab o'tishini ko'rasizlar. Chiroyli qilib o'tadi. Juda ham chiroyli bo'lib o'tadi. Hozir ko'ribsiz, yangi avtobus. Avtobusda ahvolini endi tasavvur qilavering. Bari ko'chani boshlanishi bu. Ko'chani oxirina borgan bo'lsangiz, bu avtobusimiz milliy holatda bo'lmaydi, ya'ni loyihalashgan bo'ladi. Chunki bu narsa aytib o'ting, har bir odam bu yerda yashaydigan fuqarolar har kun azonda maktabga, o'qishga boradigan vaqtda, uydan chiqatirgan vaqtda, ostonadan chiqatirgan vaqtda yaxshi kayfiyatda chiqadi va ko'chaga kirgan vaqtda уже kayfiyat nol holatga tushadi. Ko'rsangiz avtomobillarni ko'ring. E'tibor beradigan bo'lsangiz, bu yerda avtomobillar aniq bilaman yurmaydi, suzadi bu yerda. Bu hali boshlanishi, hali yo'lni davomi bor. Biz faqat ko'chaga kirishni ko'rsatibmiz. Bir narsani bilingda, iltimos sizlardan. Bilaman, meni videomni, murojaatimizni hokimiyat vakillari yoki boshqa tashkilotlar ko'radi. Iltimos, vijdonan aytinglar. Bu yo'lda nishab yursa bo'ladi. Kunidan minglagan avtomobillar aylanma yo'l bilan shu yerdan keladi. Chunki bu yo'limiz 19 yo'nalish, ya'ni oddiygina avtomobillar, avtobuslar yuradigan yo'l o'tibdi. Lekin hozircha bu yo'limiz tuzatilmagan. Bu yo'limizni bir tuzatib, bir chiroyli qilib ravon qilib qo'ysam, Urganch tumanining markaziy ko'chalaridan biri yana obod bo'lgan bo'lar edi.